Assalomu alaykum YouTube kanalim obunachilari. Bugun sizlar bilan navbatdagi darsligimiz, ya'ni zerikarli kadrlarni qanaqa qilib professional chiroyli rakurslardan, kamera burchaklaridan olingan ko'rinishda video tayyorlashni o'rganamiz. Buning uchun bizga men o'zim foydalanadigan sayt, ya'ni Hixfield AI saytidan foydalanaman. Agar siz boshqa agregatorlar yoki boshqa platformalardan foydalansangiz, buni zarari yo'q. Ya'ni Kling 3 modeli mavjud bo'lgan platforma bo'lsa, bizga shuni o'zi yetarli. Demak, biz Hixfield saytiga kirganimizda video bo'limida Kling 3 modeliga tanlaymiz va mana shu oyna bizda ochiladi. Demak, ushbu oyna ochilgandan keyin biz bu funksiyadan foydalanishimiz uchun, ya'ni kadrlarimiz zerikarli emas, balki turli rakurslardan olinishini ko'rsatib beradigan funksiyadan foydalanishimiz uchun biz albatta start frame joylab olgan bo'lishimiz kerak. Agar biz framelar joylamaydigan bo'lsak, bu funksiya bizda ishlamaydi. Demak, start frame joylab olgandan keyin biz o'zimizga kerakli bo'lgan rasmni tanlaymiz. Deylik, bizda mana shu mebellar rasmi bor. Mana shu zagruzka tugagandan keyin rasm joylangan hisoblanadi. Xo'p. Demak, bu yerda biz ko'rishimiz mumkin. Mana bu joyda ahamiyat bergan bo'lsangiz, multi-shot formati, aynan mana shu multi-shot funksiyasi bizda videomizni chiroyli, ya'ni bitta kadr emas, turli rakurslardan ko'rsatib beradigan ko'rinishda chiqazib beradi. Mana shu funksiyani biz yoqib qo'yadigan bo'lsak, aynan shu ko'rinishda biz videomizning natijasini olishimiz mumkin. Demak, menda hozir tayyor promptimiz bor. Bu promptimizni mana shu joyga yuklaymiz va prompt yozdirayotganda Hixfield saytida aynan Kling 3 modelida simvollar soni 2,5 tadan oshmasligi shart. Bo'lmasa siz videongizni generatsiya qila olmaysiz. Demak, bizda prompt joylandi, first frame joylandi va multi-shot aynan mana shu funksiya yoqilganda bizda end frame, ya'ni yakuniy sahna kadri bizda yuklash imkoniyati mavjud bo'lmaydi, faqatgina start framedan foydalangan holatda biz videomizni tayyorlaymiz. Demak, bu yerda model Kling 3 turaveradi va o'zimizga kerakli bo'lgan davomiylikni mana bu joyda belgilab tanlashimiz mumkin bo'ladi. Deylik, biz maksimal 15 sekund tanlab qo'yaveramiz va sifat darajasi 1080 yetarli. Instagram uchun deylik, bu funksiyalar bizga kerak emas. Asosiy funksiyalar mana shulardan iborat. Agar siz videongiz ovozli chiqishini xohlasangiz, mana bu joyda off on qilib qo'yishingiz kerak. Agar sizga ovoz hojati bo'lmasa, ya'ni o'zingiz qo'shimcha muzika qo'yish yoki qanaqadir sound effektlar qo'yadigan bo'lsangiz, buni o'chirib qo'yishingiz ham mumkin bo'ladi va bu narsa aynan mana shu 1080 sifat darajasida kreditlaringizni ekonom qilishingizga yordam beradi. Demak, biz promptimizni joylab oldik, rasmimiz joylandi, hamma sozlamalar o'z joyida va eng muhimi mana shu multi-shot knopkasi yoqilgan bo'lishi shart. Demak, biz endi generatsiya tugmasini bosishimiz mumkin. Demak, videomiz tayyor bo'lguncha men bu funksiyani yana professional darajada qilinishi mumkin bo'lgan tomonini ko'rsataman. Aynan mana bu joyda auto biz funksiyasidan foydalandi, ya'ni multi-shot funksiyasini va bundan tashqari custom, ya'ni o'zingiz sahnalarni, burchaklarini, kamera harakatlarini boshqarishingiz mumkin bo'lgan mana shunaqangi o'zingiz ruchnoy amalga oshirishingiz mumkin bo'lgan funksiyalari ham bor. Bu funksiyalarni o'rganish uchun men o'zimning shaxsiy platformamda, ya'ni AI o'rganish bo'yicha shaxsiy platformamda bu bo'yicha darsliklar qilganman. Mana ko'rishingiz mumkin o'zimning shermuhammadai.com sayti. Bu platformada hozirgi kungacha 18 ta darslik joylangan, umumiy davomiyligi 2 soatdan oshiq darsliklar. Demak, darsliklarni qisqacha tanishib chiqishingiz mumkin. Rasm yaratish, video generatsiya bo'yicha, ovozlashtirish bo'yicha mana darsliklar уже joylashib boshlanyapti. Umuman olganda prompt yozishdan to professional video yaratishgacha bo'lgan barcha darsliklar hozirgi kungacha mana ko'rishingiz mumkin joylangan. Bundan tashqari yana agar a'zo bo'ladigan bo'lsangiz, davomiy shaklda darsliklar joylanib boriladi. Agar sun'iy intellekt sohasini professional darajada o'rganishni xohlasangiz, saytimning linkini pastga yozib qoldiraman. Obuna bo'ling, albatta sizni darsliklarda kutib qolaman. Demak, videomiz tayyor bo'lgan bo'lishi mumkin. Endi uni o'tib ko'ramiz. Ajoyib, ko'rishingiz mumkin. Video xuddi biz xohlagandek turli rakurslardan kamera burchaklari ham avtomatik ravishda o'zgargan holatda bizga natijani berdi. Lekin to'g'ri, videoda qanaqadir kamchiliklar, bijir-bijirlar, detallardagi videodagi mana ko'rishingiz mumkin defektlar bor. To'g'ri, bu tabiiy narsa. Prompt yanada mukammallashtirgan holatda, ya'ni qayta generatsiya qilish orqali videoni yuqori darajada sifatli olishingiz mumkin bo'ladi. Lekin darslikdan asosiy maqsad aynan shu Kling 3 modelini multi-shot funksiyasini ishlatish bo'yicha ko'nikmaga ega bo'lishdan iborat edi. Agar sizga darslik yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin, chunki xudo xolisa keyingi darslarimiz yana bundan-da qiziqroq bo'lgan mavzular sizlarni
kutib turibdi. Hammaga rahmat. Salomat bo'linglar.